uchrashgan joyimizni qara. Xormay onasi? Assalomu alaykum. Mamlakatdan panoh so'rash o'rniga giyohfurushlikni tanladingmi? Va alaykum assalom. Quroldosh do'stingni Manga qara. uyalmayapsanmi? Nima ko'chani eshigi ochiq? Jo'mrida suv oqib yotibdi. Kunduzi bo'lsa ham bizning uyda svet yoqib turibdi. Idishda olantda yotibdi. Ovqatlangansanlar, dasturxon yig'ishtirilmagan. Nimaga har doim mendan ayb qidirasiz? Nimaga? Uy. Azgina bo'lsa insofing bor. Bolam. Tashqariga chiqib tur, xo'p? O'yinchoqlarni olib. O'ynab turgan hozir chiqaman, xo'p? Kiyimlarni almashtirib olay, keyin chiqib birga o'ynaymiz, xo'p? O'zim aqlli bolam. Ne kutib olishni bilasan, ne salomni bilasan. Sen menga xotinmisan? Ha? Mana issiq ovqat yegim keladi. Kelganimda tabassum bilan adasi yaxshi keldingizmi degan xotinni kutaman. Maqsad nima yashashda? Xo'p, sizni tushundim. Nimam sizga yoqmayapti? Aytaymi? Birinchidan issiq ovqat qo'ymaysan. Kelganimda salomingni esdan chiqarasan, xohlagan payt berasan yoki bermaysan. To'g'rimi? Na shirin so'zsan. Shunaqa zaharsan. Siz oppoqsiz, ishdan kelganda odam kulib kirib keladi, xo'mrayib qulog'ini osib kirib kelmaydi. İşte har xil holatda bo'laman. 20 ta odamga har xil maskada muomala qilishing kerak. Men bu uyga xotirjam bo'lib, dam olgani kelaman. Tushundingmi?